Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vala aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqul vadil amin. Vala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo birodalar, Nuh to'fonidan keyin kemaga mingan insonlar ichida faqatgina Nuh alayhissalom zurriyotlaridan yer yuzida yangi nasl tarqalishini iroda qiladi. Mana shuning uchun bizlar ham Nuh payg'ambar insoniyatning ikkinchi otasi, ya'ni ikkinchi odam deya iymon keltiramiz. To'fondan keyin Nuh alayhissalom Turkiyaning Samanina Nuh, ya'ni 80 ta Nuh deb nomlangan qishlog'iga qadam bosgani ba'zi rivoyatlarda zikr qilinadi. Nega endi 80 ta Nuh deyilsa? Chunki ana shu bo'lib o'tgan to'fondan oldin Nuh payg'ambarga iymon keltirib, ana shu qurilgan kemaga mingan insonlar soni 80 ta bo'lishgan. Allohning rasuli bo'lgan Nuh alayhissalomning zurriyotlari to'fondan keyin mana sekin astalik bilan yer yuzida ko'payib borar ekan. O'sha vaqtlarda Nuh alayhissalomni 3 ta o'g'il farzandi bo'lgan. Va ana shu farzandlari ichida Nuh payg'ambarda Som ismli o'g'li o'zining zamonasida, ya'ni o'zining davrida sayyidlardan, ya'ni zodagonlardan bo'lgan. Va Alloh taolo mana shu Somdan tarqalgan naslga ham buyuk ne'matlarni ato etgan. Ya'ni kim Somdan dunyoga kelgan farzandlar ham kelajakda boy, badavlat, zodagon, amaldor, sayyid, podshohlardan bo'lgan. Endi qarangki, Nuh alayhissalomning o'zi endi bu inson Allohning payg'ambari. Payg'ambarning o'g'li Som nasli toza sayyidlardan bo'lgan. Nimaga? Chunki otasi payg'ambar. Endi Somning naslidan Od ismli farzand dunyoga kelgan. Odning naslidan esa turkiy manbalarda ismi Shaddod deyiladi. Shaddod ismli hukmdorlar yetishib chiqqan. Mana shu Shaddod taxtga o'tirgan vaqtida birodarlar, u boshqargan qavmning nomi Od qavmi bo'lgan. Shaddoddan oldingi hukmdor nomi berilgan qavm bo'lgan. Od qavmi, muhtaram birodarlar, hozirgi Yaman va Ummon dengizi bilan tutashgan Ahkof hududida istiqomat qilgan. Mana ko'pchiligimiz bilamiz, muborak Qur'onda Ahkof surasi bor. Ana shu Od qavmi yashab o'tgan Ahkof hududi Qur'ondagi Ahkof surasi nomi bilan zikr qilib qo'yilgan. Od qavmini birodarlar, ayol va erkaklari o'ta kelishgan va husni jamol bo'lgan. Bo'ylari uzun, erkaklari baquvvat va zabardast bo'lgan. Qavmdagi insonlarni barchasi qo'li gul, mohir usta bo'lishgan. Alloh subhanahu va taolo mana shu Od qavmi uchun in'om etgan buyuk ne'matlarni Al-Araf surasi 69-oyatida Nuh qavmidan keyin joylarini ular egalladilar, ya'ni Od qavmi. Va yaratilishida Nuh qavmidan ham kuchliroq qilindi deya zikr qiladi. Ya'ni qarangki, Nuh alayhissalomni johiliyatga botgan qavmidan keyin tubanlikka yuz tutgan qavm mana shu Od qavmi bo'lgan. Endi bu ikkala qavm orasida necha yuz ming yil vaqt o'tgan, vallohi a'lam birodarlar. Nimaga tayanib Nuh alayhissalomni qavmidan keyingi yer yuzida tubanlikka yuz tutib sarkash bo'lgan qavm shu Od qavmi bo'lgan deyilsa, chunki Alloh taolo mana oyatda aytdik, Nuh qavmidan keyin o'rinlarini bular egalladi deyapti. Va yaratilishida deydi, oldingi qavmlarga qaraganda bularni kuchi, qudrati kuchliroq qilib yaratildi deyapti Alloh. Haqiqatdan bu insonlar 1000 yilga yaqin umr ko'rishgan. Bo'ylari esa 100 metrgacha bo'lgan. Inson bolasining aqliga sig'maydigan binolarni insho etishi, tog'larning ustiga o'yib qurilgan qasrlari, yashayotgan tuproqlarining o'ta barakali ekanligi,
dehqonchilik, chorva, suvning mulko'lligi, qavmdagi erkaklarning baquvvat va zabardast ekanligi boshqa qabilalar ham bularga so'zsiz itoat etishiga sabab bo'lgan. Mana shuncha ne'matlarning barchasi Allohning mulki ekanligini inson mana tug'yonga ketgan vaqtida unutib qo'yadi. Boylik ko'zini ko'r qilganda, qo'lini qayerga uzatmasin, ishlari hal bo'lib, terisini ichiga sig'may qolganda inson bolasi albatta Robbisini unutib qo'yadi. Va alal oqibatda nima bo'ladi? Ot qavmiga hukmdor bo'lib turgan boyagi Shaddodga o'xshab yerdagi iloh menman deydi. Hatto birodarlar, Shaddod men yer yuzidagi tirik ilohman deya hukm chiqarib qo'yadi. Mana endi bularni boshqarib turgan liderlari, podshohlari, ya'ni o'zini ilohman deb johiliyat eshigini ochgandan keyin orqasidan ergashib turgan ot qavmi ham o'zlari o'z qo'llari bilan yasagan eng chiroyli va eng sifatli bo'lgan haykallarni butlarga aylantirishadi. Va ana shu butlarini bittasini erishayotgan g'alabalarimizni ilohi shu deyishadi. Ikkinchisiga bizga berilayotgan rizqni ilohi mana shu deyishadi. Va yana boshqasiga esa mana bizlar 1000 yilga yaqin hayot kechirayotgan bo'lsak, umrimizni mana shunday uzun bo'lishiga sabab bo'layotgan iloh mana shu butimiz deyishadi. Alloh subhanahu va taolo birodarlar boyagi oyatda marhamat qilinganidek Nuh qavmining joyini mana endi Ot qavmi egallaydi. Robbul alamin Nuh to'fonidan keyin yer yuzini suv bilan top-toza qilib qo'ygan edi. Endi tozalangan yer yuzida yana ilk bora putparast bo'lgan, shirkini olib kirgan, but va sanamlarga sig'ingan qavm xuddi mana shu Ot qavmi bo'ladi. Tubanlik insoniyat ko'zini ko'r qilib, butparastlik xastaligiga kundan kunga chuqurroq uchrayotgan. Shu bilan birgalikda Alloh osmonda Robbisi bo'lsa, men yer yuzini Robbisiman deb ilohlikni da'vo qilib turgan Shaddodni bu zalolatdan qutqarish, haqiqiy hidoyat yo'lini, najot yo'lini ko'rsatish, aks holda dahshatli azobga duchor qilishdan ogohlantirib, mana shu qavmni ichidan bo'lgan Hud alayhissalomni birodarlar, Alloh taolo Ot qavmiga payg'ambar bo'lishini iroda qiladi. Robbul alamin birodarlar bu Ot qavmi yer yuzida qanaqangi ish bajarishdan qat'iy nazar bularga imkoniyat beradi. Faqatgina Allohga shirk, ya'ni sherik qo'shmagunlariga qadar. Hukmdorlari o'zini ilohman deb, qavm esa butlarga sig'inib ketgandan keyin Ot qavmini ichidan, ya'ni o'zlarini birodarlari bo'lgan Hud alayhissalomni mana endi Alloh taolo shu qavmga payg'ambar qilib yuboradi. Va o'sha kunni ularga o'z birodarlari bo'lgan Hud nasihat qildi. Endi Allohdan qo'rqmay, gunohlardan saqlanmaysizlarmi? Ul zot sizlarga uzumzorlar va bog'lar, sut va hayvonlar, oqar buloqlar va og'illarni berdi. Ortiq Allohga qarshi kelishdan saqlaning va menga ergashing. Shubhasiz men sizlar uchun yuborilgan bir payg'ambarman dedi. Shuara surasi 124-134 zikr qilinadi. Hud alayhissalomni Alloh taolo Ot qavmi uchun payg'ambar qildi va oyatlarda zikr qilinganidek, Hud payg'ambar o'zini Allohning elchisi ekanligini mana qavmga e'lon qildi. Endi Hud alayhissalomni o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, birodarlar, ul zot arablardan bo'lgan. Qanday qilib deyilsa, mana Nuh alayhissalomni to'fondan keyin 3 ta o'g'li omon qolgan edi. Va shulardan yer yuziga insoniyatning yangi nasli tarqalgan edi. Ana shu 3 ta o'g'illaridan bittasi Som, ikkinchisi Xom va uchinchisi esa Yafis edi. Nuh payg'ambarning Som o'g'lidan Arab va Yahudiylar, Xom o'g'lidan Habashlar, Yafisdan esa
Rum va turkiy xalqlar tarqalgan edi. Endi arab va yahudiylarning otasi hisoblangan Somning Irem ismli o'g'li bo'lgan. Bu Irem Avz ismli farzand ko'rgan. Avsning o'g'li Ot bo'lgan, Otning nevarasi Shaddod bo'lgan va Hud alayhissalom ham shularning naslidan kelib chiqqan. Demak, Hud alayhissalom birodarlar arablardan bo'lgan. Arablardan muhtaram azizlar 4 ta payg'ambar chiqqan. Bular Hud, Solih, Shuayb va Muhammad alayhissalom. Hattoki ilk marotaba arabcha gapirgan qavm ham Ot qavmi bo'lgan va bularga Arabi Bayida, ya'ni uzoq arablar deya xitob qilingan. Hud alayhissalom Qur'oni Karimda ismi zikr qilingan payg'ambarlardan bittasi bo'lib, ul zotning hayotlari Araf, Hud, Shuara hamda Ahkof suralarida sizu bizga bayon qilingan. Hattoki Qur'ondagi suralardan bittasi Hud surasiga mana shu payg'ambarning muborak ismlari zikr qilingan. Bu inson sahih hadislarda 464 yil umr ko'rgani, Qur'onning 10 ta yerida ismi zikr qilingani marhamat qilinadi. Alloh subhanahu va taoloning irodasi bilan o'z qavmining ichidan chiqqan Hud alayhissalomga payg'ambarlik berildi va ul zot o'zining payg'ambar ekanligini qavmiga e'lon qilgach, mana qarangki, ana shu Ot qavmini ichidagi yetakchi bo'lgan kofirlari eng birinchilardan bo'lib payg'ambarga qarshi chiqib aytishadiki: "Ey Hud, biz seni yolg'onchilardan deb bilyapmiz va johillikda ko'rmoqdamiz. Sen ichimizdan chiqqan oddiy bir inson, oddiy odamsan axir. Agar Robbimiz bunga ishonishimizni xohlaganida maloikalardan bittasini yuborgan bo'lar edi va bizni ishonishimiz uchun bizlarga bir mo'jiza ko'rsatgan bo'lar edi. Sen bizga ochiq oydin mo'jiza ko'rsatganing yo'q axir. Holbuki seni aytayotgan bu oddiygina so'zlaring bilan o'zimiz ishonib yurgan ilohlarimizdan shunchaki voz kechmaymiz va biz senga ishonmaymiz. Ey Hud, har holda bizni ilohlarimizdan bittasi seni aqlingni olgan ko'rinadi. Bizni senga aytadigan boshqa gapimiz yo'q deyshadi. Ya'niki sen bizni ichimizdan chiqqan oddiy bir odamsan-ku. Agar Alloh payg'ambar jo'natishni xohlaganda farishtalardan bittasini yuborgan bo'lar edi. Axir sen insonsan-ku. Bizga biron bir mo'jiza ko'rsatganing yo'q. Har holda bizni ilohlarimizdan bo'lgan bitta ilohimiz, bitta budimiz seni jinni qilib qo'ygan bo'lsa kerak deyshadi. Ya'ni Hud alayhissalomni bu aytgan gapi uchun telbaga chiqarishadi. Birodarlar, payg'ambarlar nima uchun inson bo'lgan? Agarda Alloh farishtalardan payg'ambar yuborganda, mana yer yuzida yashayotgan odamlar bular inson naslidan. Inson bular. Farishtalar esa inson emas. O'rtada mutlaqo bir nizo, tushunmovchilik chiqar edi. Ana shuning uchun Alloh taolo insonlarning ichidan inson bolasini payg'ambar qilgan. O'zlarining ichidan bo'lsin, o'zlarini tushungan tilida gapirsin deya. Ot qavmini ichidan chiqqan yetakchi kofirlari Hud alayhissalomga shu so'zlarni aytishgandan keyin ul zot qavmiga javob berib aytadiki: "Ey Ot qavmi, men aqlsiz emasman. Faqat olamlarning Robbisi tarafidan yuborilgan sizlar uchun bir elchiman. Robbim menga vahiy qilgandan sizlarga xabar beryapman va men sizga eng to'g'ri maslahat bergan ishonchli insonman" dedi. Ot qavmi esa: "Ey Hud, seni aytgan Allohing axir bizlarga bundan ortiq nima berishi mumkin? Qarab turing. Sen bir o'ylab ko'r" deyshadi. Bizlarga qanaqa azob kelishi mumkin? Atrofingga bunday qara, sen ko'rmayapsanmi? Bizni kuch-quvvatimizni tengsiz ekanligini ko'rmayapsanmi? Mol davlatimizni to'lib toshayotganini, tog'lar ichiga qurgan bu sog'lom qasrlarimizni ko'rmayapsanmi? Axir kim ham bularni parchalay olishi mumkin? Sen bularni ko'zing ko'rmayaptimi deyshadi.
Haqiqatdan birodarlar, bu qavm tog'larni o'yib, ichlarini naqsh bilan bezab, qo'l mehnati bilan tog'lar ichidan qasrlarni barpo qilishgan. Hozir ham bor o'sha qurilgan qasrlar. Nima uchun bor? İnsonlarga o'rnak sifatida Alloh taolo saqlab qo'ygan o'shalar. Ateizmlarning bitta savoli bor. Eng birinchi beradigan savoli. Qani Alloh bor bo'lsa, aqlan isbotlab beringchi deydi. Chunki ular o'zini aqlliman deb o'ylashadi. Allohni senga aql berganini o'zi isbot dalil aslida. Endi ana shu Alloh bergan aqlni ozgina ishlatib, ko'p emas lekin ko'p ishlatsang aqlli bo'lib ketasan-da, keyin o'zingni dahoman deb hisoblab Alloh yo'q deb orasan. O'shaning uchun ozgina ishlatib, ko'zni kattaroq ochib, atrofingga qarasang mo'jizalarni ko'rasan. Alloh taolo insonlarga o'rnak bo'lsin deb asrab qo'ygan katta mo'jizalarga guvoh bo'lasan. Mana bulardan bittasi, ana Firavunni qara, hali ham turibdi. Buni qazosi 1400 oldin yozilgan, hattoki qayerdan chiqishigacha zikr qilingan. Bundan tashqari hozir aytilgan qasrlar, bundan tashqari osmonga qara, tog'larga qara, quyosh bilan oyga qara. Qani bularni kim yaratgan? Kim hisob kitobini qilib qo'yganda vaqti soati bilan chiqishi va botishini? Mana aqlan isbot. Bundan tashqari minglab, millionlab isbot bor. Mana shu ateizmga ham, o'sha vaqtdagi ot qavmiga ham, shularga o'xshayotgan g'ayri dinlarga ham Hud alayhissalom bularning hammasiga javob berib aytadiki: "Ey qavm, ey odamlar, agar sizlar Allohning hukmlariga bo'yin eksangiz, Alloh sizlarga o'zining jannatini va'da qiladi. O'sha jannatda hali hech kim yer yuzida qurolmagan va qurolmaydigan qasrlari bor. U yerda asal va boldan shirinroq bo'lib oqayotgan daryolari bor. Hali inson bolasi his qilmagan shifobaxsh havosi bor. U yerda inson bolasi tikolmaydigan kiyim-kechaklari bor. Agar yesang to'ymaydigan, qarasang ko'zingni qamashtirguvchi bo'lgan bog' va rog'lari bor va u yerda g'am tashvishi bo'lmagan, faqat va faqat xursandchiligi bo'lgan abadiy hayoti bor. Faqat sizlar yetarki shirkini tark eting. Shaddod va o'zingiz yasab olgan butlarga sig'inmang. Allohdan boshqa hech kimga ibodat qilmang va menga ergashing deydi. Ya'ni hozir sizlar menga o'zlaringdagi nimani aytib maqtanayotgan bo'lsalaring, Alloh va'da qilgan jannatda bulardan ming zo'rlari bor deydi. Mana shu da'vatdan keyin ot qavmi birodarlar shundoq ikkiga bo'linadi. Yarimi Hud alayhissalomga, qolgan yarimi esa o'zlarining ana shu kofir bo'lib turgan podshohlari Shaddodga ergashadi. Endi albatta Shaddod bu holatdan g'azablanadi. Hud alayhissalomning bu da'vati sabab qavm ikkiga bo'lingandan qo'rqib ketadi. Nimaga? Chunki Hud alayhissalom Allohning jannatini farazan insonlarga tasvirlab da'vat qilganidan qo'rqib ketadi. Va qattiq g'azab otiga minadi-da, o'zining qo'l ostida nechta qo'ligun hunarmand ustalari bo'lsa, shularni barchasini bir joyga yig'adi va har bittasiga 1000 kishidan yordamchi beradi. Endi o'ylab ko'ring-da, ustalarning soni 100 mingga yetadi. Shaddod bularni bitta joyga yig'ib turib, yer yuzida eng toza shamol esib turadigan joyni topishini hamda butun qirollikda qanchadan qancha oltin, kumush, marvarid va durlar bo'lsa, bularni hammasini yig'ib kelishini, mushk va ambarlarni, xushbo'y hid taratuvchi giyoh va o'tlarni yer yuzida o'zicha qurdirmoqchi bo'lgan soxta jannati uchun qirollik nomiga yig'ib kelishlarini amr qiladi. Shaddodning mana shu chiqargan farmonidan keyin ot qavmi birodarlar shunaqangi bir ahvolga tushadiki, hatto qabristondagi qabr ustiga qo'yilgan oltin kumushlarni ham sug'urib olib kelishadi. Kofir hukmdor Shaddod Alloh va uning payg'ambariga qasd qilib yer yuzida shunaqangi bir shaharni qurdiradiki,
ana shu qurilgan shaharning sopol g'ishtlariga birodarlar kumush aralashtirilib qo'yiladi. Gumbazlari esa qizil yoqutlar bilan bezatiladi. Sohillariga qum va tosh o'rniga marvaridlar to'kib chiqiladi. Shaharda kirishidan boshlab toki chiqishiga qadar bo'lgan har bitta qadamiga xushbo'y hid taratuvchi gul va giyohlar ekib chiqiladi. Daryo va qirg'oq bo'ylariga esa yashil durlardan yasalgan manzarali daraxtlar, daraxt yaproqlari esa qizil oltindan, atrofidagi gullar kumushdan tayyorlanib ekiladi. Har xil turdagi xushbo'y ovozli qushlar, o'sha qushlarni uychalari uchun har biriga alohida mushk va ambarlar qo'yib chiqiladi. Shaharni deyarli hamma joyiga xushbo'y hid taratib turishi uchun kichik tepalikchalar qurilib, ustiga mushkambar qo'yib chiqiladi. Agar mayin shamol ko'tariladigan bo'lsa, butun shahar bo'ylab insonni mast qiluvchi hid tarqaladi. Quyosh qinidan chiqib, shaharga qarata nur sochgan vaqtida esa oltin, kumush va qimmatbaho zebu ziynatlar bilan bezatilib qurilganligi sabab insonlarning ko'zi shaharga qaragan vaqtlarida qamashib turadi. Shaddod mana shu o'zi qurdirgan yerdagi soxta jannatiga Irem shahri degan nom qo'yadi birodarlar. Va Od qavmidan bo'lgan baquvvat, bo'ylari uzun, kelishgan va husni jamol ayol va erkaklarini tanlab olib, o'sha o'zi qurdirgan Irem shahriga olib kelib qo'yadi. Shaharda til bilan ta'riflab bo'lmaydigan darajadagi go'zalligidan Od qavmi bir-birlari bilan xud aytayotgan Allohning jannati bo'lsa, bizni shaddotimizni ham Irem shahri bor deya bir-birlari bilan tortisha boshlashadi. Bu bahs shahar aholisini ichida asta-sekinlik bilan cho'qqiga chiqib borgach, endi birodarlar Shaddod Hud alayhissalomni o'zini bahsga chaqiradi. Va chaqirib turib aytadiki: "Ey Hud, men qurdirgan Irem jannatini ko'rdingmi? O'sha sen aytayotgan Allohingning jannatiga o'xshabdimi? Men qurdirgan bu Irem jannatida, ey Hud, hayot yanada lazzatli va barcha ne'matlar mulkul" deydi. Hud alayhissalom esa sekingina bir jilmayib qo'yadi-da: "Ey qavm, endi behuda ishlar bilan shug'ullanib, xuddi shunday har bitta baland bo'lgan joyga yodgorlik qurib ketaverasizlarmi? Nima, sog'lom qolish umididami katta qasrlar quryapsizlar? Siz har doim o'z kuchingizni xuddi shunday shafqatsiz zolimlar kabimi sarflaysiz? Bas endi, ortiq Allohdan qo'rqinglar va menga ergashinglar. Siz la ilaha illalloh deng, Hud nabiyulloh deng, yo'qsa darhaqiqat men sizlarga ulug' kunning dahshatli azobi kelishidan qo'rqyapman" deydi. Mana shu da'vosida sobit turgan Hud alayhissalomni ko'rgan Shaddod Irem shahri ham ish bermagach, endi birodarlar Hud payg'ambarga ergashgan insonlarga bular zulm o'tkaza boshlashadi. Bu insonlarga ko'rsatilayotgan zulm shaharda shunchalik avj oladiki, odamlarni zindonlarda qiynoqqa solib o'ldirish, har turli qiynoq azoblari oddiy holga aylanib qoladi. Ya'ni qarangki, Hud alayhissalomga kim ergashayotganini bilib qolishsa, shartda boradi, ushlaydi, o'zlari bergan har turli ko'yga solib odamlarga zulm, aziyat berishadi. Odamlarga berilayotgan zulmdan birodarlar Od qavmi zavq ola boshlaydi va o'zlarini yer yuzidagi tengi yo'q insonlar deya his qila boshlashadi bular. Va buni natijasida tillari aytib yorishadiki, tubanlikni qarang avjiga chiqqanini. Ular aytishadiki: "Ey Hud, qani seni Allohing? Qani bizni qo'rqitgan azobing? Nima sen ko'rmayapsanmi? Senga ergashganlarga biz zulm o'tkazyapmiz. Ularni har turli qiynoqlar bilan o'ldiryapmiz. Sen va sen aytgan Allohingni nega jim qarab turibsizlar?
Nima yoki bizdan qo'rqayapsizlarmi? Agar aytgan gaplaring rost bo'lsa, Allohing bizdan qudratliroq, kuchliroq bo'lsa, bo'lmasam chaqir o'sha azobingni deya payg'ambarni ustidan kulishadi. Mana shu ishdan keyin birodarlar, shaharda Hud alayhissalomga ergashgan insonlarga nisbatan zulm kuchayib ketgandan keyin Hud payg'ambar Robbisidan yordam so'rab duo qiladi. Payg'ambarlarning duosi ijobat birodarlar. O'sha qilingan duodan keyin shaharda asta-sekinlik bilan o'sha va'da qilingan azobning alomatlari ko'rina boshlaydi. Ot qavmini halok bo'lishidan oldin ularga berilgan alomatlar shu ediki, Irem shahridagi yashnab turgan daraxtlarning so'lib qolishi, go'zal hidli gullarning qurib qolishi, shaharda taralib turgan xushbo'y hidlarning aynib ketishi, oqib turgan daryolardagi suvlarning tugab qolishi, chorva mollarining qirilib ketishi, yaqin kunlar ichida ot qavmining ustiga keladigan dahshatli azob alomatlaridan edi. Bu sarkash qavm shunday bir ahvolga tushib qoladiki birodarlar, yegani bir to'g'ram noni, ichgani bir qultam suv topolmay qoladi. Shunda Alloh subhanahu va taolo so'nggi marotaba Hud alayhissalomni shirk degan, tubanlik va manmanlik otiga mingan ot qavmini hidoyatga chaqirishga yuboradi. Va lekin ming afsuski, ko'zlari va qalblari bilan, butun borlig'i bilan butparastlikka qaram bo'lib qolgan bu ot qavmi payg'ambar Hud alayhissalomga ergashish o'rniga o'sha o'zlari yasab iloh deb bilgan haykallaridan yordam so'raydi. Mana shu holat birodarlar 3 yil davom etadi. Ya'ni kim alomatlar kelib turibdi, azob kelishi aniq, qavm qiyinchilikda, yana shu holatda ham bularning ichida payg'ambar bor. Tavba qilinglar, Allohga qaytinglar, tavba qilinglar deyapti-ki, lekin qavm shu ahvolda bo'lsa ham yana butlaridan yordam so'rayapti. Bu holat 3 yil davom etadi. Ya'ni ot qavmi o'zida bo'lgan nimasi bilan maqtanib kerilgan bo'lsa, xuddi ana shu barcha ne'matlarni Alloh oladida o'zlarining ichidan bir payg'ambarni chiqarib, hidoyatga olib chiqadigan to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun yuboradi. Va lekin bu ot qavmi Alloh va uning payg'ambarlari tarafidan qanchadan qancha ogohlantirilmasin, baribir tanlagan yo'llaridan, tubanlikdan, shirkdan umuman tiyilmaydi. Alal oqibat birodarlar, ko'k yuzidan ulkan bir qora bulut ko'rinadi. Butun osmonni qamrab kelayotgan bulutni ko'rgan ot qavmi esa qarang. Ana ko'rdilaringmi? Butlarimizga qilgan duolarimiz ijobat bo'ldi. Ilohlarimiz bizni eshitdi, bizga yordam yubordi. Endi yomg'ir yog'adi va yana shaharimiz ko'kalamzor bo'lib, eski holatiga qaytadi. Ochlik bizni endi tark etadi deya xursand bo'lishadi, kulishadi, quvonishadi. Payg'ambar Hud alayhissalom esa: ot qavmi, bilingki kelayotgan bu bulut siz o'sha darhol kelishini xohlagan azobdir. Bu bulut ichida dahshatli azob beruvchi shamol bor deydi. Va ana shu kunni Alloh taolo Fussilat surasi 15 va 16-oyatlarida yuqorida zikr qilingan ot qavmi yer yuzida nohaq kibr qildilar va bizdan ham kuchliroq kim bor dedilar. Ularni yaratgan Allohni o'zlaridan ham kuchliroq deb o'ylamadilarmi? Ular oyatlarimizni ham o'jarlik bilan inkor qildilar. Va nihoyat biz ularga bu dunyo hayotida xorlovchi bo'lgan azobni tortishlari uchun o'sha qorong'u kunda sovuq shamolni yubordik. Oxirat azobi esa bundan ham xorlovchiroqdir va ularga aslo o'sha kunda yordam berilmas deya zikr qiladi. Birodarlar, rivoyatlarga ko'ra bu dahshatli shamol firtinasi 7 kecha va 8 kunduz davom etgan bu ot qavmini boshida. Insonlar ana shu yaqinlashib kelayotgan shamolni ko'rganlarida
yerni kovlab oyoqlarini tizzalarigacha ko'mib olishgan. Holbuki ularni bo'ylari 100 metrgacha bo'lgan edi. Endi tasavvur qilingda, 100 metrlik odam tizzasigacha yerni kovlab tursa, ko'mib olsa o'zini, uni havoga ko'tarish uchun qanchalik kuch kerak bo'ladi. Lekin ana shu dahshatli shamolning kuchi Ot qavmini ko'milgan joylaridan sug'urib, havolarda misli charxpalak qilib uchirgan. Endi 100 metrlik odamni yerga ko'milgan joydan sug'urib havoda uchiradigan darajada kuchli bo'lgan shamol sababidan hosil bo'lgan yerdan ko'tarilgan qum ana shu Ot qavmini vujudlaridan birodarlar xuddi miltiq o'qlaridek ilma-teshik qilib u yoqdan bu yoqdan teshib kirib chiqqan. Robbul alaminning farishtasi bo'lgan Mikoil qayerda qancha shamol bo'lishini, qayerga qancha yomg'ir yog'ishini aniq bilishiga qaramay, lekin o'sha kuni sodir bo'lgan firtinaning kuchini faqatgina Alloh bilgan. Yerdan ko'tarilgan qum to'foni birodarlar o'sha kuni 12 metr balandlikka qadar ko'tarilgan. 7 kecha va 8 kunduz to'xtovsiz davom etgan bu dahshatli firtinadan Allohning irodasi bilan omon qolgan Hud alayhissalom va unga ergashganlarni Robbul alamin Hud surasi 58-oyatida qachoniki amrimiz kelganida Hud va u bilan birga iymon keltirgan zotlarga rahmatimiz ila najot berdik va ularni qattiq azobdan qutqardik deya bu insonlarni xabarini beradi. Bashariyat birodarlar Hud alayhissalomdan keyin Solih alayhissalomni yashagan. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha omon bo'ling.